Agar sizda sochlar to'kilishi, sochlar sinishi, tirnoqlar tez-tez sinishi, depressiya va tushkunlik, sovuq qotish, parishonlik, xotira pastligi va surunkali charchoq sindromi kuzatilayotgan bo'lsa, bu albatta kamqonlik kasalligi, ya'ni anemiya kasalligi deyiladi. Nima qilish kerak? Albatta davolash kerak. Tabiiy va qondagi gemoglobinni uy sharoitida eng tez ko'taradigan tabobatda davolash usullari saqlab oling, yaqinlarga tarqatib qo'ying. Kerak bo'ladi 2 dona xom qizil lavlagi, 1 dona qizil sabzi va 50 gram qora mayda. Lavlagini yaxshilab tozalab, to'g'rab oling. Qizil sabzini ham yaxshilab tozalab, to'g'rab, misolokkadan chiqarish kerak va magizni ham xuddi shunaqa misolokkadan chiqarib olib, yaq qiladigan idishga solib, muzlatgichga, muz xonasiga 2 soatga olib qo'ying. Va har kuni 1 dona kubikdan stakanga solib, ustidan 200 ml qaynoq suv solib, yarim choy qoshiq asal solib ichsangiz 1 oy bo'ldi. Qon tarkibidagi gemoglobin ko'tarilib, qalin va go'zal sochlar, sog'lom tirnoqlar, yaxshi kayfiyat, illiqlik hissi, yuqori samaradorlik va ajoyib xotira, ko'p miqdordagi quvvat borligiga erishasiz. Shifo bo'lsin. Sizlar bilan doktor Kamilov, Itborjon Ahmad.